Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Biz programmamizning oldingi sonida qadimiy Ipak yo'lining tuguni bo'lgan Pamir egizligidagi sirli qal'a va o'tanglarni ham bu yerdan o'tganlarning qoldirgan eng dastlabki xotiralari to'g'risida to'xtalgan edik. Sirliq madaniyatning beshigi bo'lgan bu zaminniki tarixiy iznalar ana shundoq bir-biriga bog'lanishli. Bu bağlanışlar asrlar bo'yi davomlashib, bugungi kunga kelganda bizning bu zaminni texmo tushunishimizga asos bo'lib kelmoqda. Bu bir sirliq zamin. Qarmuzlar bilan qoplangan tik cho'qilar, taraf-tarafga so'zilgan jilg'alar, ham asrlar bo'yi to'xtamay iqiyotgan uzilmas yiqinlar bu zaminning sehri qudratini namoyon qilib, dunyo ahlini o'ziga maftun qilib kelmoqda. Mana bu dengiz yüzünün 3200 metr egizlikdagi sehrlik zaminda dunyoni zilzilaga keltiradigan qadimgi insonlarning xarobisi bayqalgan. O'ltimiz arxeologlari Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisidan 10 kilometr keladigan Toshqo'rg'on daryosi bo'yida zo'r bayqash qilishdi. Dunyodagi eng qadimgi dillarning biri bo'lgan otishparastlikni Pamir egizlikdan boshlangan bo'lishi mumkin. İnsaniyet din medeniyet tədqiqatında alayda əhmiyyətə ega bu bayqaşның təfsilatını qısqısınız, diqqətiniz bayqaş proqramımızda olsun. Toshqo'rg'on simvollikqa ega geografiyalik ufqon bo'lib, bu Toshqo'rg'on nahiya bozorining yenidagi jahonga mashhur qadimiy tosh shahar asosida borliqqa kelgan. Dunyoning o'g'isi Pamir egizligida buningdan 2700 yil ilgariki tosh shahar, ya'ni tosh qal'a ta hozirgacha qad ko'tarib turmoqda. Ayni vaqtda Tang rohibi Xuanzang mushu yerda turgan. Ipak yo'ldagi savdogarlar mushu yerdan o'tgan. Tang sulolasi davrida bu yer g'arbiy yurtdagi 36 baglik ichidagi Sarqul baglikining ostonasi edi. 3 podshohlik davridan boshlab Kavatda davlatining ostonasi bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, bugungi kunda bu tosh qal'a qiyolikda qad ko'tarib turgan bo'lib, uning osti tarafida noyti go'zal kang ketgan yayloq. Shunaqla Toshqo'rg'on daryosi uzundan uzunga so'zilib, mavj urib oqmoqda. Onun şimal ve şərq tərəfində ayvatlik Muzdaq ata çoxsi və Afrasiyab tağları. Qərb tərəfində bolsa Sarqoy tağları orab durdu. Onun cənub tərəfi bolsa Naya bazarıga tutuşudu. Neçə yıllık tarix davamında bu taş qal'ada gülünüşüm bolğan, şunaqla uruş səbəbindən xarablaşım bolğan. Bugünkü gündə biz bu taş qal'aga qaytadan qadam basdıq. Qapqagan tarixi iznalardan qandaq yeni bayqaşlarga erişə alaymiz? Arxeologlarning tədqiqatıga asaslanganda Toshqo'rg'on nahiyasi təvəssüdə 300 dan ortiq madaniyat yodikorlik o'rni bor ekan. Bu tosh qal'a bo'lsa, ana shu madaniyat yodikorliklari ichidagi dunyoga mashhurlardan biri. Uning dengiz yuzidan egizligi 3100 metr keladi. Bu tosh qal'aning yil davrini nihoyat ilgirki yillarga so'zish mumkin. Hozir bir qadar tipik qarash biri 1300 yoki 1400 yil atrofida degan bir xil qarash. Bundoq deyishning asosi nima desangiz, biri shu Tang rohibi Xuanzang yoki Tangsin Mashhad o'tganda shu tosh qal'a to'g'riliq nurg'un xotirlarni qoldirgan. Shunga hozir Tangsinning Mashhadga kelgandan Mashhadga hozirgacha solsak şu 1300'den eşip 1400 yıllara bir oldu. Bu bir. İkinci bir sebep, ötken asırının 80'li yılları bir de Şinjan Arkeologiya İnstitutu bir de azrak kızış öpürüp şunadan da Tang sulalası devredeki pul andın kaçak bulanı tekşürüp bitkendeki devrini şu 1300-1400 yıllarda bitti. Bu tosh qal'aning ostingi qismi asosan toshdan qo'pirilgan. Sepil tarpi Anjon temi uslubida selingan.
Toshqal'aning sirtqi sepilining uzunligi 1000 necha metr atrofida bo'lib, elimizdagi 3 dangli tosh qal'alarning biri hisoblanadi. Tang sulolasining rohibi Xuanzangning tasviriga asoslanganda Toshqal'a bir cho'ng toshning ustiga qurilgan bo'lib, Budda dini ibodatxonasidanla 10 nechisi bor ekan. Toshqal'aning bugungi qiyofati kishilarga xuddi Misrdagi Al-Irhamga o'xshash tuyg'u berdi. Toshqal'a nihoyatda egizlik silingan. Bundaqda necha ming yil ilgirki g'arbiy yurtdagi qaloq ishlab chiqarish sharoitida bu Toshqal'a qanday qilib egiz tosh ustiga qo'pirilgan? Alni tashkillab, afrapsap teg'idin qato o'tirib, toshni qo'lma-qo'l yutkab, oxir shu shaharning tosh masalasi hal bo'lib. Adama chimlaqdan layni mushada etib, uni hozirqimiz tera, kol terisi, ichki terisi, mush terlar bilan yuzga chiqdi. Shuni bilan jahonga mashhur shu bizning qadimgi Toshqal'a borliq ketdi. Bu endi xalq ichidagi ravoyat. Toshqal'a qurilgan vaqt o'ttir tuzlanlikdagi kishilarning ko'plab g'arbiy yurtga non og'ili kelgan yuqori do'lqini shundaqla Ipak yo'li savdosining jonlangan mazgili hisoblanadi. Bu yerda o'ttir tuzlanlik va g'arbdan kelgan ekspeditsiyachilarning iznolari qolgan. Bu yer sharq g'arb ellar uchun silingan bo'lib, ular bu yerda turib o'zaro aloqani kuchaytgan. Tosh shaharning shahar sepili tosh bilan qo'pirilgan. Shuning tosh shahar deydi. Buning shahar sepilining umumiy uzunligi 3600 metrdan ortiq. Ma bu o'rdi dedik-ku abiyam. Ondan shimol tarafida ayada butxonalari, ibodatxonalari bor. Uning ostida ondan aholining o'ltiraq uylari bor. Uylarning shakli shu tojiklarning hozir o'ltirayotgan 5 turuklik 3 töri bor shunda uylarga hozirgisiga o'xshaydi. Bu joy endi nihoyat uzoqcha shu Toshqo'rg'on rayonining siyosiy iqtisod markazi bo'lib kelgan. Bu madaniyat inqilobi davriga kelganda buning g'arb tarafidagi temini qarag'a etish maydoni qildi. Ondan shu aholi o'ltiroq layonidagi toshlar ondan sepil shahar sepili. Shahar sepilining toshlarini to'shib shu bu nihoyat qurilishlarga ishlatdi. 80-yillarga kelganda bu madaniyat qo'g'dilgan madaniyatkorlikda bekitilgandan keyin ondan buzg'unchilik ondan to'xtadi. Toshqal'adagi Budda ibodatxonasining bir qadar mukammal saqlanib qolgan g'arbiy shimol tarafidagi temada butxona bezak rasmlarining rang qoldiqlarini ko'rgilib oladi. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq İctimai Fənlər Akademiyası Mədəniyyət Yadikarlıq Arxeologiya Tədqiqat Ornidagi arxeologiya xadimləri Konu Toshqal'a xarabasida arxeologiya qezish ep bağan. Şu qitimki qezishda Tang sulolasining mansub mis yarmaq, bir turkum sanskritcha putuklarni topgan. Ulardan boshqa yana ba'zi madaniyat yodikorliklari qezib olingan. Şu Toshqo'rg'on musiqasida shu qadimgi Toshqal'adan topilgan bir necha buyumlar bor ekan. Shu yoqda bir tushuncha bergan bo'lsangiz. 1983-yili shu o'quvchilar shu Toshqal'aning hamda ichki shahar, tashqi shahar deb ikkiga bo'lindi. Tashqi shahar tarafida burunqi o'ltiroq uy izlarini o'rib, daraxt tikish jarayonida shu asorat qilib qoldi. Buning asosliq bunga shu mutaxassislar shu Tang davridagi avliyoning yerdagi g'ayri maxluqni bo'ysundirishi deb nom qo'ygan. Siz ko'rib turibsiz endi mana. Mana hamda shu usti badni odam shirtanlik, ma oxir ma timsoq quyruqliq degan bor. Hamda buning ham Tang avliyoning Tang davridagi avliyoning shu zimindagi Allohni bo'ysundirish deyish sabab, bu mukammal emas degan. Mukammal emas. Bu odamning so'l puti bilan ya'ni besib bilini. O'ng bilan quyruqini dasab, ehtimol bir tig'liq bir qurol bilan buni urgan bo'lishi mumkin. Undan keyin bu hayvon xiris qilib keyin qargan. Buning asli mukammal holati shu. Buni davlatlik birinchi darajalik asorat buyumi deb engagan. Undan boshqa mu Toshqal'adan chiqqan. Mushumi Toshqal'adan chiqqan. Bu nima aniqdi bu? Buning da manda bir. Buning da qarsangiz bu shu
Toshqo'rg'on yeri qo'chqorga o'xshaydi. Buning hamda buning ismi qo'yishda tong davridagi bir gul neqishlik, shu nima romga o'xshash rol bor buni. Buning asosiy miyada shu masalan dori chilaydigan yo mey ichadigan men quygan ekan, men og'iz bilan men romka o'rinda bunda. Chaynak o'rinda ishlatilgan. Bunda ishlatib ketgan. Shu bu narsani masalan bu tarix qiymati, bunda san'at qiymati, bunda tadqiqot qiymati bo'lganligi uchun buni shu davlat birinchi darajalik asar deb bunga baho berdi. Bu shu Toshqal'dan chiqqan. Pamir egizligidagi Toshqal'adan ayni chog'da Sharq va G'arb aloqasiga to'hfa qo'shgan dangliq elchilar ko'p o'tganligi uchun dunyoda bir mazgil dang chiqargan. Toshqal'a nurg'un ekspeditsiyachilarning dangliq asarlarida tilga ilingan bo'lib, nurg'un savdogarlar orasida tarqalib, texmi ko'p odamda kuchlik intilish va istak qo'zg'agan. Uning madaniyat va din taqtishdagi tugillik o'rni ta bugungi kunda alohida tilga ilinmoqda. Toshqo'rg'ondagi Toshqal'a qadimiy xarobasi bilan davrdosh bo'lgan yana bir qadimgi diniy xaroba Otashkada o'zining qurilish uslubining o'zgachiligi ham ayni davrda qo'yilgan ismining ma'nodoshligi bilan otashparastlik diniga oid uchurlardan bizni xabardor qilib turmoqda. Undaqda biz yana bu yerdan qanday ma'lumotlarga ega bo'lamiz? Ko'rib boqaylik. Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisidagi Toshqal'aning yeniga joylashgan Otashkada Otashparastlik diniy ibodatxonasi degan ma'noni bildirdi. Otashkaning sharq-shimol tarafida ot to'p maydoni izi bor. Janub tarafiga Toshqal'an o'rinlashgan bo'lib, Toshqo'rg'on yezisi Langar kentiga joylashgan. Otashkada Toshqo'rg'on noyis tavasidagi otashparastlik diniga munosabatlik ibodatxonalarning ishidagi bir qadar mukammal saqlanib qolgan diniy ibodatxona. Undaqda nimaga asosan buni qo'dildigan madaniyat yodikorliklari qatoriga kirgizamiz. Tarixiy jihatdan, ammo qurilishninki binokorlik qurilmasi jihatdan bu qo'llash qiymati ega deb qaradik. Chunki bu qurilish mamlakatimizningki tong sulalisi devriga to'g'ri kelgan qurilish. Binokorlikninki uslubi jihatda buning asosi to'rtchasi usti gumbaz to'risliq. Bu O'rta Osiyo yoki Qashqar rayoni mushu rayonlardagi shu gumbaz to'risliq qurilishlarning tipik bir ulgisi deyishga bo'ladi. Otashparastlik dini dunyodagi 3 cho'ng dinga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Bugungi kunda bizning turmush va urf-odatlarimizda uning diniy aqidalari hali ham saqlanib kelmoqda. Jumladan tojiklarning ma'naviy turmushida otashparastlik dinining ifodalari xilli ko'p, biroq moddiy iznalar ancha ko'p emas. İbrahimcan shu Otashkadaning ichki va tashqi qurilmasi jihatdan yana qanday alayliklar bor? Hamda bu qurilish hozir biz ko'rib turgandek asos qurilish osti to'rtchas kelgan qurilmasi. Usti taraf gumbazlik. Uningdan boshqa biz yana ustiga qaraydigan bo'lsak, to'rt tarafda to'rt cho'ng aylanma shakllik mihrab bor. Ondan osti qismida har bir tomda ikkidan kichikroq kelgan tekchilar bor. Buning hammasi ilgarisida shu otashparastlik dindikilarning, ya'ni shu murtlarningki maxsus chiroq yoqadigan izlar bo'lgan. Ammo hozir biz qarab ko'rayotganimiz bo'lsa, kim buni ayliqqa qaytdi? Shu yaqinqi zamonda bu ayliqqa o'zi shu Pelek bayramida chiroq yoqishga ishlatgan vaqtida buni bir qatim ustida suv etgan shu biz hozirlik kuyuk izlarni, tutunning iznalarini biz hozir ancha aniq ko'rolmaymiz. Ammo bu ilgarisida biz mush peshqadamlardan olgan ma'lumotlarda mush avvallar hamda bir qadar ro'shan ifodalangan. Otashkada diniy ibodatxonasini hozirgacha saqlanib qolgan aloyidliklari va qurilishga ishlatgan material manbasi qatorliqlarga qarab, uning yil davrini Toshqal'a bilan davrdosh, ya'ni tong davriga yoki shuningdanmi ilgirki yillarga surishga bo'ladi. Undaqda bu yerni nimaga asosan Otash din ibodatxonasi deymiz?
Buningda asosliq 3 nuqta bor. Buni birinchi nuqtadan, bu mishalik peshqadamlar burundan atashgarda, ya'ni atashkada. Shu atashparastlarning ibodatxonasi degan mushnom bilan ataydi. Izchil mushnom bilan atab kelgan. Ikkinchisi bu qurilishning yana bir aloyligi, ustida gumbaz butun yepiq emas. Ustida tunglik bor. Masalan, men yerda hozir faqat birini ham ko'ramiz, kichikroq endi. Ammo usti biz ko'rayotgan hozirgi shaklda gumbaz shakllik bo'lib, ammo ustida endi taxminan 1,5 metr atrofida tunglik qoldirilgan. Bu ham bizning shu O'rta Osiyodik bo'lsin, Eron egizligidek bo'lsin, ba'zi atash ibodatxonalardagi aloyidlik bilan o'xshash. Shu ikki nuqta. Yana birisi shu ko'ygan takcha, takchilardagi o'tning iznolari bizning shu atashgarda ibodatxonasi, ya'ni atashgada deb jazmlashtirishimizga endi shu 3 nuqta asosli bizga ro'shan dalil bo'la oladi deb o'ylayman. Bu bir sirliq zimin. Qarmuzlar bilan qoplangan tik cho'qilar, taraf-tarafga so'zilgan jilg'alar, ham asrlar bo'yi to'xtamay iqiyotgan uzilmas yiqinlar bu ziminning sehri qudratini namoyon qilib, dunyo ahlini o'ziga mabdun qilib kelmoqda. Yurtimiz arxeologlari Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisidan 10 kilometr keladigan Toshqo'rg'on daryosi bo'yida zo'r bayqashga erishdi. İnsaniyat din madaniyat tadqiqotida alohida ahamiyatga ega bu bayqashning tafsilotini qiziqsangiz, diqqatingiz bayqash programmasida bo'lsin. Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyasi tavasidagi har qaysi davrlarning madaniyat yodikorliklari iznolari ichida otashparastlik diniga oid ba'zi madaniyat iznolari bor. Arxeologiyalik bayqashlar tadqiqotchilarining bu jihatga farzini yanada ilgirlagan holda dalillab berdi. Dunyoning o'g'zisi Pamir egizligidagi sir va bayqashlar tugamaydi. Pamir egizligidagi xalqlarning qon-qiniga singib ketgan madaniyat iznolari bizga yana nimalarni so'zlab beradi? Qiziqsanglar, diqqatinglar keyingi programmamiz bo'lsin.